Hürmetli iman ehli, vatandaşlarım, elhamdülillahi Rabbil alemindir. Biz bugünkü bayram namazını başlap jibeririz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston shuncha mamlakatdan kelib mana shu sentralniy mechitda Rossiyada namoz o'qishdi bugun mana. 30 kun tutgan ro'zamiz bir haftada o'tib ketganday bo'ldi. Jamiki musulmon ahliini Ramazon oyi hayiti bilan tabriklaymiz. Ularga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Musulmonlarning bayramini qutlaymiz. Bardığımız musulmonlar, bardığımız qarindoshlarimiz, bardığımız o'sha bütün musulmonlarni qutlaymiz. Bardığımız tinchlik bo'laylik, musulmonlar bir-birimiz bilan bekem bo'laylik. Barcha musulmonlarni tabriklayman hayit bayrami bilan. Shu kunga yetkazganiga shukr. İnşallah hammasi yaxshi bo'ladi. Qiyin bo'lmadimi sizga ro'za tutish? Qiyin bo'lmadi. Hammasi yaxshi bo'ldi, shukr. Mana hammani ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Allohga behisob shukr. Mana namozdan keyin Allohning ne'mati yomg'iri ham boshlab berdi. Ilohim eson-omon yana bu yildan keyingi ro'za ayyomlariga hammani eson-omon